sizlarga detiskiy ziraklar obzorini qilib bermoqchiman. Bu yerdagi detiskiy ziraklarimiz 585 probadagi tilladan ishlangan. Bu ziraklarimiz brilliant toshlar bilan bezatilgan. Mana. Bunisi esa akvamarin tosh ishlatilgan. Bunda akvamarin tosh ishlatilgan. Lekin hozir ko'proq talab brilliant ko'zli ziraklarga bo'lib turibdi. Chunki bularning modellari yangi modellar va zamoqlari ham chiroyli qilib, mana angliyskiy zamoq qilib ishlangan. Mana. Bu ziragimiz esa kichkinaroq chaqaloqlarimizga 1 yosh, 1,5 yoshlik chaqaloqlarimizga bo'ladi. Buni zamoqi mana pastdan ilinadi. Va bu boylab qo'yishingiz, tushib qolmasligi uchun boylab qo'yishingiz uchun ham qulay hisoblanadi. Videoni detiskiy zirak olmoqchi bo'lib yurgan tanishlaringizga jo'nating.